Assalomualaikum, qaysizlar? Masalan, xulosini kitob sotib oldim. Musulmon umrinde vaqt degan. Yusuf Qarzoviy degan odam kitobida. Xulosasi yaqinda o'qib boshladim. Bir 20 betdan o'tyapman ba, shunday. Xulosasi o'qib bo'ylaydigan ma'lumot. Vaqtimiz anamni istesang vaqt unumlayotgancha biz vaqtdan bir yaxshi foydalanayotgan шығармыз deb o'ylaydim. Yo'q. Ko'p yerda ishlaymiz, ko'pligimiz vaqtni bosqa jiberayotgan şeylerimiz ko'p ekan. Mana eng hozir basbetni eng zo'r ta'sir etgan yeri sen deydi ketgan mol dunyoni qaytarib olу mumkin deydi, qaytarib tiklab olу. Biroq ketgan vaqtni tiklab olmaysan deydi. Mana zo'r ta'sir etgan yeri sol. Sen mol dunyo to'g'aman deb umringni sarflab jiberasan, vaqting bitadi. Sen biroq sol vaqtingni topgan ақшаңды qaytadan topib olуңа bo'ladi, biroq sol ketgan vaqtning o'rnini boshqa isteu kerak degan tushunlik paydo bo'ldi menda. Misol uchun asosiy yosh vaqtimiz qaytib kelmaydi vaqt umuman qaytib kelmaydi. Ertaga bu yosh vaqtda kuch-quvvat, kuch-pamit, esda saqlov qobiliyat hech qaysi bo'lmaydi. Yosh vaqtimizda mol dunyoga urinmay, avrat bilan olib o'qib үйреніп алу керек. Сондай ekan. Hozir bu kitobning basbetidan olgan tushunigim. Xudo qalasa yaxshi fikrlar chiqyapsa aytib bo'lib turaman. Arzon ekan o'zi 45 ming so'm turar ekan bozorda. Al o'qib ko'ringizdi, usunaman. O'zi kichkina kitob, kichkina. Shunday kitobdan boshlasang o'g'li cho'tga olib, baqalsa yurib ketasan. Al sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.